ayolni orzu qilsa, ayol ham xuddi shunday ideal erkakni xohlaydi. Vaholanki Alloh ularni bir-birini to'ldirib, birgalikda mukammal bo'lishlari uchun yaratdi. Shu o'rinda ayolga to'g'ri munosabatni sirini sizga ochib o'taymi? Ayol kishini bo'ysundirishga harakat qilmang, hech ham urinmang. Unga mehr berib, uni himoya qilsangiz, uni o'zi sizga xuddiki shohlarday muomala qiladi. Ayol nozik xilqatda yaratilgan. Ularni sevish kerak, tushunish emas. Chunki ayol ko'p holatda o'zini o'zi ham tushunmaydi, ishoning menga. Albatta ayol ko'p holatda xuddi yosh bolalarday ojiza bo'lishni, qizaloqday nozik niqol erkatoy bo'lishni juda ham xohlaydi. Erkakday kuchli bo'lishni emas. Agar ayol kuchli bo'ldimi, demak taqdir uni ayamaganidandir. Boshqa ilojisi qolmay kuchli bo'lishga majbur bo'lganidandir. Ayol juda ham ko'p holatda sabrli bo'ladi. U sizni yoningizdan buguni yomonligidan ketmaydi. Hatto kechagi kuni yomon bo'lganidan ham ketmaydi. U ertangi kuni sizni yoningizda o'zini himoyasiz va mehrsiz qolishini sezganidagina ketadi. O'zi rosti gap, ayol va erkaklarni ehtiyoji bir, bu ham bo'lsa e'tibor. Mehr va e'tibor shunday tuyg'uki, uni sizga kim bersa, siz unga butun borlig'ingizni bag'ishlaysiz. Shunday yaralganmizda